Shunaqa shinamgina, o'zini огород va parkovkasi ham bor 2 xonali uyni obzor qilgani keldik. Огородdan kirganimizda esa oshxonada bo'lamiz. Balkonga chiqarilgan ekan 2 metrga 6 metr balkonimizning razmeri. To'rida esa zalxonamiz. Uyimiz Yevroremont podключ qilingan. Umumiy maydonimiz esa 60 kvadrat. 2 xona, 3 xona qilingan. Birinchi etaj 4 etajli domimizda. Zaldan chiqqanimizda esa chap tomonimizda prixojniy zonamiz. Podyezddan kirganimizda esa to'rida esa spalni xonamiz joylashgan. Koridordan to'g'ri yurganimizda esa chap tomonimizda ikkita sanuzelimiz joylashgan. Alohida. Uyimizning remonti esa didi bilan qilingani shunda bilinib turibdi. O'rta oshxonaning o'rni esa детский spalni xona qilingan ekan. Manzilimiz esa Yunusobod 14-kvartal. Orientir esa metro Turkiston 300 metr. Bu uyimizning plus tomoni ipotekaga ham xarid qilsang bo'ladi. Yarim pulini narxiga keladigan bo'lsa 88 500. Tezroq telefon qil.